Assalomu alaykum. Harakatdan to'xtamaydigan, qiziquvchan, aziz, bilag'on o'quvchilar, ekranga yaqinroq kelib oling. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi mavzumizni o'tamiz. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Albatta, ha deb javob bergan bo'lsangiz, bundan mamnunman. Ekranga yaqinroq o'tirib olasiz. Daftar, ruchka, hamma narsangizni shay qilib oling. Men dars o'tishga tayyorman. Sizchi, siz ham tayyormisiz? Unda boshladik. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz have got mavzusi bo'ladi. Aziz o'quvchilar, have got bu o'zi nima degani? Ingliz tilida egalikni, borlikni bildirish uchun ishlatiladi. Juda o'xshash, lekin kichik farqlari bor. Keling, oddiy qilib tushuntirib beraman. Have ega bo'lmoq, bor deb tarjima qilinib, 3-shaxs birlikda has got shakliga ega bo'ladi. Bu iboralar quyidagi holatlarda ishlatiladi. Kishi, hayvon yoki narsani tasvirlashda ishlatiladi. Xo'p. We use uchun have yoki have got so'zini ishlatamiz. Have bilan have gotni nima farqi bor yoki has bilan has gotni nima farqi bor degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Bu savolingizga quyidagicha javob beraman. Have bu amerikaliklar ishlatiladigan so'z. Ko'proq amerikaliklar bu so'zdan foydalanadi. Have got so'zdan esa Britaniyaliklar foydalanadi. Xuddi shunday qilib, has so'zidan amerikaliklar, has got so'zidan esa britaniyaliklar foydalanishadi. We, you, theyga nisbatan have yoki have got qo'llaniladi. He, she, itga nisbatan has yoki has got ishlatiladi. Darak shakli qanday yasaladi? Darak shakli egadan so'ng have yoki has got ishlatiladi. Masalan, I have got long hair. Meni uzun sochim bor. She has got long hair. Qiz bolani uzun sochi bor. Inkor shakli qanday yasaladi? Inkor shakliga not qo'shimchasini qo'shish orqali inkor shaklini yasaymiz. Birinchi egadan so'ng have yoki has, undan keyin not va ana undan keyin got qo'shimchasi qo'shiladi. So'ng siz object, ya'ni to'ldiruvchilarni qo'llab gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Masalan, I haven't got a problem. Yoki bo'lmasa, she hasn't got a problem. Yaxshi. Yokida she has not got a watch. Qiz bolani qo'l soati yo'q. So'roq shakli qanday yasaladi? So'roq shakli have bilan has egadan oldinga o'tadi. Have birinchi yoziladi yoki has birinchi yoziladi. Have I, we, you, they uchun, has, he, she, it uchun ishlatiladi. Masalan, have you got a car? Sizni mashinangiz bormi? Ha bo'lsa, javob berish quyidagicha. Yes, I have. Yo'q bo'lsa, no, I haven't. Demak, siz qaysi so'z bilan, qaysi so'roq bilan boshlagan bo'lsangiz, javobida ham xuddi ana o'sha so'z bilan yakunlaysiz. Has it got short tail? Ya'ni it bu hayvonlarga nisbatan uni qisqa dumi bormi? Ha bo'lsa yes it has, yo'q bo'lsa no it hasn't. Demak, bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz shulardan iborat edi. Aziz o'quvchilar, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.